Do'stim, uyingizni sota olmayapsiz, reklama xizmatiga aloqaga chiqsangiz pul so'rashyaptimi? Shaxsan mani o'zimga aloqaga chiqsangiz tepada nomer qoldiraman, kanalimga obuna bo'lsangiz tekinga borib reklama qilib berish xizmatlarimiz hali ham davom etyapti. Navbatdagi mijozimiz, obunamiz shunaqa aksiyamizdan foydalanyaptilar. Bu kelgan joyimiz Toshkent shahar Yashnobod tumani, Rohatda atrofida joylashgan, to'ri 3 sotuvga tushgan 7 ta xonali xonadonimiz sotuvga qo'yilgan. Shundoq ko'chadan chiqsangiz 200 metr metro, 1 kilometrda Yangiobod bozori. Rohat Kuruni hamma biladi. Rohat Kurudan Qo'ylovga keturishingizda Rohat ovqat bozorini shunday orqa tarafidagi mana shunaqa fayzli ko'chalar asfalt bo'lgan, mahalla zo'r joyda joylashgan ekan. Yana eng qizig'i tupikka joylashgan joy ekan. Uy ichini bitta obzor qilib ko'rsatib beraman, ko'rib baho beringlar, narxini ham aytib o'taman. Qo'ni-qo'shnilar bor, kommunikatsiya yetib kelgan Yashnobod tumani. Yuring, ichkari bitta obzor qilib ko'rsatib beraman. Mana shu tupik ko'chada joylashgan. Kiraverishimizni mana bunaqa darvoza qilib, taxta darvoza qilib qo'yishgan ekan. Ketdi, ichkarini ko'rsatamiz. Taxtami bu, temirmi bu? Adashib ketib qoldim. Temir shakli. Keling. To'ri 3 sotuv bemalol mashina sig'adi. Hovlida yashashga hamma sharoitlari bor ekan. Kiraverishingizda chap qo'lda bir qator uylarimiz tushgan. Bir etaj qilib qo'yilgan, lekin 7 ta xonasi bor. Domdan ancha yaxshi, arzonga ko'targan narxiga beraveraman deyaptilar. Xonalarni bitta ko'rsatib o'taman. Uzoqdagi yaqinlarimiz uchun to'liq obzor qilib yoritib beraman. Manzilini aytib o'tdim, Rohat Kuruni oldida, shunday Rohat metrodan 200 metr oralig'ida joylashgan. Metro bir qadam. Keling, kiraveramiz. Ayvon, bitta xona foydalansangiz ham bo'ladi. Bu yoqda oshxonamiz bor, tayyor. O't o'tirib bo'yorsiz, undan ham zo'r yevro remont bo'lib ketadigan joy ekan. Oshxonamizdan podvolga tushsangiz bo'ladi. Ayvonni tagiga katta podvol qilib qo'yishgan ekan. Oshxonaning oldida hammomi bor. Gaz, suv, svet, ichiga ham katyollarni qo'yib qo'yishdi, titanlarni. Bu yog'imizda hojatxona ekan. Mana hojatxonadan chiqaverishingizda, mana shu eshikdan kirganingizda hamma yoqqa tarqaladigan, qishda ko'chaga chiqmaysiz, yozda suvga chiqib o'tirmaysiz, uy ichida ishingizni bitiraverasiz. Katta koridorga kirganingizda xonalarga tarqalaverasiz. Mana bitta xonamiz, bolalar yotoqxonasi qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. O'ng qo'limizda yana bitta kattalar yotoqxonasi, spalni. Bu yonimizda bu xonaga chiqsa, yana bitta spalnligimiz bor. Abo'yli qilib chiroyli qilib qo'yishibdi. Bu yoqda ichida o'zini hojatxona, hammomlari bor. Spalnini ichiga qilib qo'yishgan. Ko'chaga chiqib yurmaslik uchun ovora bo'lib yurmaysiz. Shu yerda o'zida hozir 5 ta xona bemalol joylashib ketgan ekan. Bu yog'imizda ham yana bitta mana bolalar xonasi qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Ikkita oila bemalol sig'ib ketadigan joy ekan. Narxi ham yomon emas, shaharning ichi. Shu koridordan o'tganingizda zal 8 metrga 3 metr chiroyli qilib zal qilib qo'yishibdi. Tashqariga qaragan romlari ham bor. Tegi taxta pol, yerga o'tkazilmagan, lekin nima to'pli poli yo'q. Ataplenalari bor. Uy ichi zo'r lekin. Salqingina ekan. Konditsioner ham shartmas ekan bu o'tga. Qo'lini ham bitta obzor qilib beraman, qo'ygan joyi bilan tanishtirib o'taman. To'ri 3 sotuv deb aytib o'tdim. Xohlasangiz, bular ham bunaqa basen qilib qo'yishibdi, mana bolalar cho'milishiga mazza ekan. Xohlasangiz, mana bu yoqlarga bitta basen qo'ysangiz ham bo'ladi. Kalavat qo'yib qo'yishibdi. Fayzli xonadon. O'ringlar pishib turibdi. Tez kelib baraka qilib qo'yadigan joyi. O'ri bonusga. Kechki qolsanglar turshagini olib qo'yamiz. To'ri 3 yo'lning orqa tarafiga o'tganimizda mana bu burchak bitta kladovka bor. Sklad qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu orqa tarafida yana bitta kattalar yotoqxonasi bor. Mana. Ichkarini ko'rsatib beramiz. Bu sveti yo'q ekan, bitta ko'rsatib bersangiz. Zo'r, katta foydalansa bo'ladigan xona. Ichkarisida dushlari bor. Hammom tualeti ichiga qilib qo'yishgan. Bu yog'imizda ham yana bitta kladovka qilib foydalansa bo'lsa kerak, qani bitta ko'ramiz. Bu boylik saqlanadigan joy ekan.
bakilashga yig'ib qo'yishibdi. Men o'zim salafanchiman, granula bilan shug'ullanaman. Bakilashga ham juda foydali tema bo'lib qolgan hozirgi kunda. Xo'p, uyimizni manzilini aytib o'tdim. Yashnobod tumani, yangi bozorga 1 kilometr, taxminan 8 metr bo'lgan masofada. Zo'r joy. Yo'l yuziga 150 metr. Rohat Guru 200 metrda Rohat metrosi shundoq mana shu ko'chaning yuzidan o'tgan. Qo'yluga qarab ketaverish. Qo'ylu bozor, Gumbaz bozorlar yaqin joyda. Vodiydan kelaverishingizda ham bir qadam. Qiziq bo'lsa, pastdagi nomerni qoldiraman. To'ru 3 sotu 7 ta xona, narxini $99,000 yana kelishtirib beraman deyaptilar. Bemalol aloqaga chiqib, egalarini nomeri savdo qilsangiz bo'ladi. Lekin bitta narsani aytib qo'ying, bu joyimiz o'zi hozir klient kelgan ekan. Men endi obzor kelganim uchun bitta obzor qilib beray deb, sotilib ketish ehtimoli bor. Qiziq bo'lsa, tez olib qo'yinglar, zo'r lokatsiyada, zo'r joyda, shahar ichida. Reklama xizmati kerak bo'lsa, tepada nomer qoldiraman. Baxtli uylarim kanaliga obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.